munasalligini. Assalomu alaykum qizlar, qanaqasizlar? Tuzukmisizlar? Savollaringiz yaxshimi? Kuninglarni yaxshi o'tkazasizlarmi? Bundan oldingi storiyada yuzim qurib ketyapti, makiyaj yaxshi yetmayapti deb yozib qoldirsam, ko'pchilik menda ham xuddi shunaqa muammo bor. Bizga ham o'rgating. Miyoni mahsulotlardan oldingizmi, ko'p ishlatasizmi, yo birinchi martami deb juda ko'pchilik yozibdi qizlar. Miyoni men oldin ham ishlatib ko'rganman qizlar. Miyo mahsulotlari ishonchli bo'lgani uchun yana zakaz qilib yubordim. Orada uzilish bo'lib qoldi faqat. Nimaga desanglar, ishim ko'payib ketdi. Yuzimga ko'p e'tibor bermay qo'yganim uchun hozir yana muammolar kelib chiqdi. Hop, muammolarni yechish uchun yana zakaz qilib yubordim. Faqat qizlar, men olgan mahsulotlar sizlarga tushmasligi mumkin. Bularni o'zligini originalli profilligini silkasini qoldiraman, ularga o'tib, o'zingizlarga yuzingizlarga tushadigan qilib zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Bularni profilligida, originalli profilligida spetsialistlar o'tirishadi va yuzingizlarga nima tushadi, nima tushmaydi, ular aytib berishadi. Yuzingizda nima muammo bo'layotganini aytsanglar, ular sizlarga maslahat berishadi.